Endi bundan buyog'iga telefonimni faqat ovozda boshqaraman. Qaranglar. Google Assistant chaqirishni bosaman. Kameraga kirib, rasmga ol. Siz uchun suratga olish rejimida kamerani o'qiyapman. Rasmga olyapti. Qoyilmisizlar? Qaranglar, bu ekran zapis emas, budilnikka kiraman. Ertalabki soat 5 ga budilnik qo'yib ber. Bugun ertalabki soat 5. 00 ga budilnik qo'yildi. Budilnik qo'yildi, ko'rdinglarmi? Bu funksiyani hozir sizlarga barcha telefon modellarida qanaqa qilib yoqishni tekinga o'rgatib qo'yaman. Undan oldin yuraychani qizartiringlar, qanaqa telefon ishlatishinglarni yozib ketinglar. Funksiyani yoqish uchun Google ga kiramiz. Mana shu o'ng tarafni tepaga bosamiz. Bu yerdan Nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirib mana shu Gemini joyiga bosamiz. Bu yerdan mana shuni yoqib qo'yamiz. Keyin mana shu ekran joyiga bosasizlar, mana shuni ham yoqib qo'yasizlar. Bo'ldi. Hamda Play Marketdan Gemini ilovasini yuklab olamiz. Keyin mana shu pitaniyani bosganimizda yoki mana shu o'rtadagini bosganimizda bizda Gemini ilovasi ishlaydi va aytganimizni qiladi. Aniq bilaman foydali narsa bo'ldi. Shuning uchun yangi repost tugmasini bosib, bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying hamda birinchi turgan do'stingizga videoni jo'natib qo'ying.